searching for the sun. Qaranglar. Mana men pepani hozirki, oboradi, mana ikki oborib joylashtirib qo'yadi. Konsentratordagi blokka oborib qo'yadi-da, bo'ldi to'xtaydi. Bu yoqdan ham bormi? Ha, ana barakalla. Buni birinchi navbatda optikaga, mexanikaga ijod. Vaqtga, programmada vaqt kerak bo'ladi. Mana joyda tushuntirib bering. Hozir mana mana shu rejimga qo'ydik. Oborib qo'yadi. Bunda muammo yo'q, to'g'rimi? Bunda muammo yo'q. Keyin qo'yib bo'lgandan keyin o'tib hisob-kitoblarda muammo bo'ladi. Sababi Hozir qo'ygandan keyin nima? Gradus o'zgarib ketadi. bitta joyda turmaydi. Programmada joyda turmaydi, chunki vaqtda aniq qiymat kelmagan sekund, minut to'lishlari qo'yish kerak bo'ladi. Nafaqat sekund. Tushundim. Quyosh sizni Albatta. Shuni ushlab turish kerak. Shuni ushlab turish kerak. Uni nima bajaradi dedi, men bu bajaradi agar ayasda. Hech narsa to'g'ri emas. Vaqt ham kerak emas bizga. Mexanikadagi zazorni ham kerak emasda, u o'zi ushlab turadi majburlab. O'ta fotoelementlar bor. A, S, D da ketma-ket. A ketadi, menda ko'proq ketma bo'lib qoldi. Boradi, lekin katta xatolik. Hozir mana bittasi. Qarab turishchi, buni dastchik ketdi. Bo'ldi muammo. Yo, bu hozir programma ketyapti. Borgandan keyin agar men AESga olsam, dastchi boshqaradi. Dastchik bilan ishlasangiz muammo yo'q. Muammo o'zi programma turganda to'g'rimi? Aka. Mana qarab. Bu AES. Endi programming bo'ladi. Hozir AESda dastchi boshqaradi. Yo, mayli, biz bu yoq harakatini ko'ramiz. Mana buni ko'rib oringlar. Dialog nima gapiryapti? O'sha qarang gapiryapti. Hozir dastchik ekan. Each one has special. For example, if this mirror is number 62, it goes to 62 spots of the building. Same spot every Yes. time. Obviously, I didn't realize like in the top. Of the special ones. This mirror? Yeah. Yes, this mirror.